Opa, kuyovingiz bir tayinli ish qilmaydilar. Men aytgan ishni qiling desam, qilmaydilar. O'zlarini bilganidan qolmaydilar. O'zi ham bir betingga tegib olgansan-de. Aytmang. Odam bo'lib qolar. Kuyov, yaxshimisiz? Alo, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Uyingizlar yaxshimi? Rahmat. Kuyov tayyor bo'lib turing, men hozir olib ketaman sizni borib. Ha, meni mashinam bo'lsa, oshga o'zim boraveraman, siz bexijolat o'tiring, ovora bo'lib kelasizmi? Singlim aytdi, ko'chalarni yaxshi bilmas ekansiz. O'shanga olib o'tib ketaman. Tayyor bo'lib turing, yo'ldaman. Xo'p aka, xo'p. Toshkentni bilmaysiz, nozlanishingga o'ylangmi? Assalomu alaykum onajon. Qanini menga ko'ynak berib boribdi. Nima sizga ko'ylak oladi? Senga ko'ynak olib bering desa, erta olaman, indin olaman deb yurgan ekansan deb olib bermay. Men olib bermayman demadim, 1-2 kun kutib turgan, pulim tushadi, keyin olib beraman, sabr qilib tur deganman. Agar sen olib berganingda, qanini menga, xotiningga olib berarmidi keyin? Qancha xatolarim bo'lsa o'zimga gapirgan. Sen meni kamchiliklarimni oilangdagilar bilan muhokama qilsang, sen xatolarimni unutarsan, lekin ularning nazdida eng yomon odam bo'lib qolaman. Haqiqiy ayol eri haqida gap ochilsa uni himoya qiladi. Senga o'xshaganlar bo'lsa, orqasidan pichoq urib tiriklayin ko'madi.